Ana unda. Shu ikkinchi etaj bizaniki. Aytgancha shu Yashil domdagi bir qo'nishlarimizni ham ko'ramiz. Qo'nishlar, Yashil domdagilar kommentariy ko'rinish beringlar. Do'stlar, qo'nishlarimiz bilan topishacakmiz. Mana shu domlarda uy xaritada insonlar bo'lsa, kommentariyada ko'rinish beringlar. Orqamdagi oranjoviy domda uy ag'allar bo'lsa, kommentariya 1 raqamini qoldiringlar. Yana bu go'k domdan uy ag'allar bo'lsa, 2 raqamini qoldiringlar. Va men xarid qilgan Yashil domdan uy ag'allar bo'lsa, 3 raqamini kommentda qoldiringlar. Qani, qaysi domdan insonlar Xorazm Elite House kompaniyasi profilini ko'proq kuzatadi? Albatta, endi olish niyatida bo'lganlar ham juda ham kuchli takliflar biz bor. Bu haqiqiy ma'noda Xorazm viloyatini go'zalligini aylanib boratirgan shaharcha desak ham bo'ladi, Shovot yo'l loyihasi. Uje 8 blok bitdi. Uy egalari girib boshladilar. Bizlar ham xudo xolasa remontni boshlab beramiz. 9-chi, 10-chi, 11-chi, 12-chi bloklarni astan-astan sotuvlari ochilib boshladi. O'zingiz keling, planirovkalarini ko'ring, bolalar bilan gaplashing, o'zingizga yaqin kvadratda uylarni tanlang. Xohlang naqdda, xohlang rassrochka, xohlang ipoteka, xohlang subsidiya. O'rtoqlar, faqatgina siz xohlasangiz bo'ldi. Hamma sharoitni qilib beramiz, xudo xolasa. Xohlab turganingizni kommentariya plus qoldirib, yo podrobniyni bosib, yo telefon urib bildirsangiz bo'lgan. Qolganini o'zlarimiz hal etamiz. Xorazm Elite House kompaniyasi.